Mana Latviyaga 1 oylik Latviyani turizm vizasini qo'lga kiritdilar, ya'ni 15 kun yurish huquqiga ega bo'lgan bitta davlatdan markazlari bo'lgan Yevropani. Chiqmagandan keyin tanishlardan eshitdim, mana shu Grand Visa degan joy bor, O'zbekistonda shu eng zo'ri deyishdi. Endi biz ham bilasiz, kelganingizda masalan biz ham 100% garantiya bermaganmiz vizaga. Xudo xolasa Latviyadan keyin Fransiya, Italiya, eng xohlaganim shu Shveysariyaga borish. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi Grand Vizani mehmoni Abdulaziz aka. Abdulaziz aka mana Latviyaga 1 oylik Latviyani turizm vizasini qo'lga kiritdilar, ya'ni 15 kun yurish huquqiga ega bo'lgan C kategoriyali vizani qo'lga kiritdilar. Albatta bu bilan ularni tabriklayman. Shuni aytib o'tmoqchimanki, biz nafaqat Amerika, nafaqat Kanada, ya'ni Yevropa davlatlariga siz sayohatni mo'ljallagan bo'lsangiz, sayohat qilishingiz uchun o'sha turizm vizalariga ham, ya'ni Germaniya, Fransiya, Ispaniya, Italiya, Gretsiya, Latviya, Litva davlatlariga ham sayyohlik vizasini olishga yordam berish mumkin. Mana bitta yana mijozimiz Latviya vizasini qo'lga kiritdilar. Albatta bu ham o'ziga yarasha mashaqqatli bo'lgan, qaysidir ma'nodagi bitta davlatdan markazlari bo'lgan Yevropani va mana bizga keldilar, Latviya vizasi topshirildi. Muvaffaqiyatli vizalari chiqdi. Albatta bu haqida o'zlaridan ham bir og'iz o'sha fikrlarini so'rab qolamiz. Okajon, mana bizga keldingiz. O'zi sizga bizani kim maslahat berdi? O'zi bilarmidingiz biz turizm vizasi bilan shug'ullanishimizni Yevropaga? Yo'q, buni oldin bilmaganman. Bo'lmasam boshidan keyin bo'lardim. Bu shu chiqmagandan keyin tanishlardan eshitdim. Mana shu Grand Visa degan joy bor, O'zbekistonda shu eng zo'ri deyishdi. O'zing borib qilganingda baribir xatolaring bo'ladi. Ular borsang, ular o'sha qilaverib ana qilishadi, maslahat berishdi. Ishxonadagilar ham. Mana keldim, rahmat. Ikkinchisi popitkadan berishdi. Birinchisida o'zim xato qilib отказ oldim. Dokumentlarda noto'g'ri bo'lgan, yana bir ikkita joylarda kasaklar bo'lgan. Mana hammasini zo'r qilib, chiroyli qilib berishdi. Mana. Men endi okajon bitta narsani to'g'ri tushuntirishni xohlaymanki, mana Instagram, keyin YouTube kanallarida shunaqa blogerlar bor, tushuntirib qo'yadiki, xuddi o'zingiz qila oladiganday tushuntirib qo'yishadi. Ya'ni bu narsani men aytmoqchi emasman, bu odam o'zi qilishi mumkin emas, masalan, samostoятельно. Ya'ni bunga ham baribir tajriba kerak bo'ladi. Shunaqa hujjatlar sizda bor, lekin u dokumentlarni siz taqdim etishni bilmaysiz. Unda qisqacha tushuntirib o'tishadi. Ya'ni ko'pchilik bilmasdan xato qilib qo'yib, vizada отказ bosib berish holatlari bo'ladi. Motivatsiya berib qo'yishadi-da, o'zingiz ham qila olasiz, bepulga qila olasiz deyishadi. Bu yerda masalan voucher ko'rsatilishi kerak, misol uchun. Birollaringiz, aviabirollaringiz, keyin turplaringiz ko'rsatilishi kerak. Bormagan inson bu narsani qanaqa ko'rsatish kerak, nima qilish kerak, albatta bilmaydi. Tavsiya qilgan bo'lardim, baribir har bir sohani o'sha mutaxassislarga murojaat qilishi. Endi bu bilan endi o'z-o'zini yaxshi zo'r kompaniya demoqchi emasmiz, albatta kompaniyalar ko'p, yaxshi ishlayotganlari ham bor. Afsuski yomon ishlayotganlari ham bor. Endi biz ham bilasiz, kelganingizda masalan biz ham 100% garantiya bermaganmiz vizaga. Lekin albatta sizni hujjatlaringizdan kelib chiqib individual yondashib, shunga qarab imkoniyatingizni taqsimlab, ya'ni maksimal darajada topshirib berdik. Yaxshi aka, qarang, viza chiqdi, xudo xohlasa 15 kun yurishingizga ruxsat ekan. Endi planlaringiz qanaqa? Qaysi davlatlarda bo'lmoqchisiz? Xudo xolasa Latviyadan keyin Fransiya, Italiya, eng xohlaganim shu Shveysariyaga borish. Men Shveysariyaga boraman deb plan qilganman. Xudo xolasa shu Germaniyaga ham yo'l-yo'lakay o'tib, shu Yevropaning 5-6 davlatlarini ko'rib kelish, xudo xolasa. Xudo xolasa. Keyingi maqsadingiz qaysi davlatga bormoqchisiz? Keyingi safar xudo xolasa Yaponiyaga. Yaponiyaga. Bizda Yaponiya xizmatlari ham bor. Agar xudo xolasa xizmatlarimiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, Yaponiya vizasiga ham yordam berishimiz mumkin. Menimcha endi istoriya qilishingizga qaraganda AQSh yoki Kanadaga harakat qilmoqchi bo'lsangiz kerak, chunki baribir ham xudo xolasa planlarda bor. Endi insonlar shunaqaki, masalan, kimdir viza istoriya bilan topshiradi, kimdir viza istoriyasi topshiradi. Albatta bu elchixonaning qo'lida, bizning qo'limizda emas. Qilayotgan safaringizga yoki omadli tilaymiz, muvaffaqiyatli tilaymiz. Xudo xohlasa o'tdan ham intervyular kutib qolamiz aka. O'sha Efilni pastidanmi Grand Visa nomini aytib o'tib, biron bir iliq fikrlar bildirsangiz, albatta biz jamoamiz tarafdan ham xursand bo'lgan bo'lardi aka. Vizalar bilan meni aka tabriklayman. Rahmat. Iloyim bardavom bo'lsin. Bundan keyingi ishlaringizdan xudo xolasa bizning kompaniyamiz xizmatlaridan foydalanganingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz aka. Xudo xolasa agar Yevropadan ham qanaqadir yordam kerak bo'lsa, albatta sayohatingizga ham yordam berishimiz mumkin. Grand Vizani keyingi sonlardan kuzatinglar. Xudo xolasa yangi vizalarni qo'yishni davom etamiz. O'zinglarni ehtiyot qilinglar, salomat bo'lasizlar.